Navbatdagi dastavkalarimiz xudo xolasa bugun Farg'onadan Toshkent viloyati To'ytepaga bitta santexnik ustakamiz 30 kilovatli zakaz qilganlar. Xudo xolasa ko'mirli kotelimizni Toshkent viloyati To'ytepaga jo'natib beryapmiz. Bitta 35 kilovatligimizni Toshkent shaharga Nazarbekka xudo xolasa dastavka qilib beryapmiz. Shopir aka, yaxshi yetib oling. Xudo xolasa esalomon yetib oling Toshkentga egalariga berib. Kimga shunday ko'mirli kotellar kerak bo'lsa, bizning manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Pastdagi raqamlarga Telegramdan yozsalang, joyimizga lokatsiyasini tashlab beramiz. Bemalol tanlab, hozir yoz oyida, tayyor paytda kotel olinglar. Xudo xolasa kotellarimiz 12 ta viloyatga dastavkasi bepul. Videoga yana bir bor like bosib qo'yamiz. Qaysi kotel narx kerak bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Navbatdagi ko'mirli kotellarimiz xudo xolasa bugun 2025-yil 1-iyul sanasiga Namangan viloyati Kosonsoy tumaniga bo'lyapti. Jahongir aka ustamiz kotel zakaz qilganlar xonadonlarga faqat radiator montajlarini o'zini polni ulab ketgan ekanlar. Endi bugundan 4 ta kotelni chiroyli qilib ustanovka qiladilar. Hammasi 150 kvadratli xonadonlar uchun. Oldidagi 215 kilovatli zakritli sistema uchun, ya'ni davlenali. Orqadagilar bez davlena uchun. Kim shunaqa kotellar kelsa, pastdagi raqamlarga aloqa chiqaverasizlar. Bizning manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Rossiyskiy, Turetskiy o'zimiz ishlab chiqargan ko'mirli kotellar bor. Fabemda 300 kvadratli bunkerli kotellari yangi keldi mana. Oldin yo'q edi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.